Qarang, qizlarimiz qanday do'mboqqina, ko'hligini, shunday emasmi, To'xtoy? Do'mboq ko'hlik, semizlik ortida qancha kasalliklarga chalinish bor va ko'pincha beso'naqay ko'rinishga ega bo'lgan ayollar o'zlarini do'mboq va ko'hlikman deb ovutishadi. To'xtoymi, To'xtaxonmi bilmayman ish qilib. Juda ham sovuq, menga uncha yoqmadi edi. To'g'risi, ikkinchi qizimizdan xafa bo'ldim. Shu yoshga kirgan bo'lsam, 40 yoshgacha hech kim menga semizsan demagan. Yuzma-yuz aytmagan hech kim. Uni gapi noto'g'ri, og'ritdi qalbimni. Biz ham ataylab semirmaymiz. Biz unaqa ko'p ovqat yeyishdan emas, biz nafas olib ham, havodan ham semiramiz. Siqilib ham semiramiz, yig'lab ham semiramiz. Hozir bu gap-so'zlaringiz bilan qizlarni qo'rqityapsiz. Qo'rqishmasin. Ularning o'zlari ko'rsatuvga kelishdan avval barcha shartlarga rozi bo'lishgan. To'g'ri. Qizlarimiz allaqachon birinchi shartni bajarishga ulgurishdi Va allaqachon zaifliklarini ham ko'rsatishdi. Qachon? Peshkom. O'qishni ham tushunsa bo'ladi. Qattiqqo'llik nima uchun qilgan, o'ylashim bo'yicha motivatsiya bizga bo'lishi uchun. Qizlarjim, balkim birinchi shartni o'tkazib yuborarmiz. Yo'q, o'tkazmaymiz. Chunki so'qmoq bo'ylab yurish sharti bo'yicha bir kishi jamoani ortga tortdi va ana shu ishtirokchi bugun ko'rsatuvni tark etadi.